hayotini? Bunday misol meni shubhalarim va noroziligimni hal qilishi mumkin deb o'ylaysanmi? Buni qancha kutdim-a? Bugungi kunni 10 yil kutdim axir. Kel, eri nima deyishini ko'raylik. Film oxir unchalik ham yomon emas-ku. Haliga men o'ylavdimki, sizlar bilan birgalikda film ko'rganimdan juda xursandman. Agar yana bir qismi bo'lganda, jon deb tomosha qilar. Ishonishim qiyin. Nahotki 100 yil avval titanlar mavjud bo'lgan bo'lsa? Bu yerda tarixiy ma'lumotlar qanchalik aniq ko'rsatilgani noma'lum. Agar o'sha 3 kishini do'stligi haqiqiy bo'lsa, ajoyib bo'lgan bo'lardi.